Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlarga o'zimizning taksi xizmatlarimizni taklif qilib qolamiz. Bizning yo'nalishlar Moskva, Sankt-Peterburg, Sankt-Peterburg, Moskva hamda zaezd, vyezd granitsa xizmatlari ham bor. Albatta, mana shu ishonchli nomerlarimizga telefon qilaverasizlar. Lично o'zim ko'taraman telefonni. Ismim Abdulloh. Yana bitta yangiligimiz bor. Rossiyaning istalgan shahridan istalgan shahrilarga olib borib qo'yamiz. Bexijolat mana shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. Keling aka, men mashinaning ichki holatlarini ko'rsatib beraylik-da. Mashina berayotgan pulimga yarasha ish qilib maza qilib ketamanmi yo'qmi deydiganlar bor. Mana bemalol ko'rsataverasiz ichki holatlarini. Ichki holatlari ham o'ta idealniy, komfortabilniy состоянияda. Odam haligi qiylanib qolmaydi yoki charchab qolmaydi. Nabarot, maza qilib ketadi. Aka-ukalar, mana tochog'imizni ham ko'rib ko'rasizlar. Qora mashinamiz. Endi biz buni erkalab qora toyir deymiz. Endi men qarang. Sammy Grande, men nima deylardi? Mana kommentariyaga yozib qo'yinglar-da. Men mana shuni nomini esidan ko'p chiqarib qo'yaman-da. O ichki holatlari mana o'ta cho'tki idealniy состоянияda aka-ukalar. Bemalol tanlovda adashmasdan, bez посредник, самый главный o'zim ko'taraman telefonda. Hech qanaqa ali посредник, dispetcher degan narsalar yo'q. Men o'zim ham mana shu mashinalarda kira qilaman aka-ukalar. Bemalol mana shu ishonchli nomerlarga telefon qilsanglar, xudo xolasa manzilinglardan olib, manzilinglarga yetkazib qo'yamiz. Bu akamiz ham mana yomon ishlayveradi, ammo ishoninglar, yomon ishlaydi. Asha tinmasdan odamlarning rohatini chiqaradi. Mashinalar o'ta idealniy, komfortabilniy состоянияda. Endi aka jichonandaroqqa boring-da. Chanandaroqqa. Men endi bitta полный fonda bitta tushuntirib beray bularga, batafsil ma'lumotlarni. Nima qilishimizni. Aka-ukalar, самый главный mana shu uchala mashinada QR kod bor. QR kod nima degan deyotgan bo'lsanglar, Wi-Fi bor. Sizlarning misol uchun internetinglar o'chib qolgan bo'lsa ham, bemalol shu QR koddan foydalanishingiz mumkin. Aka-ukalar, yo'nalishlarimiz ko'p. Yo'nalishimiz Moskva, Sankt-Peterburg, Moskva hamda zaezd, vyezd granitsa xizmatlari bor. Aka-ukalar, mana shu nomerlarga bemalol telefon qilaverasizlar. Hamda yana bitta yangiligimiz bor. Vladimir, Nijniy Novgorod, Perm, Ufa, Yekaterinburg, Chelyabinsk, Tyumen tomonlarga ham ketib boraveramiz. Krasnodar, Rostov-na-Donu. Bemalol telefon qilaverasizlar aka-ukalar. Mana shu ishonchli nomerlarga. Samый главный videomizga like, подписка, kommentlarni esdan chiqarmaysizlar.